lekin qayta iltimos qilgan bo'lardim. O'zgacha farzandi bor, noyob farzandi bor ota-onalar. Soat tongi 5:30 va men sizni yoningizga yig'lab chiqmaslik uchun o'zimni qo'lga olib olish uchun yarim soat kutdim. Bu kitobni salkam 5 da tugatdim. Mayli, istaganingizcha ayblashingiz mumkin, hissiy zaif, emotsional zaif deb. Birinchi navbatda bu kitobni kimlarga tavsiya qilaman o'qishni? Birinchi navbatda qalbi ko'r, qalbi nogiron insonlarni tili bilan aytganda nuqsoni bor, farzandi bor insonlarga, aslida esa Alloh tomonidan tanlangan, Alloh tomonidan sevilgan farzandi bor ota-onalarga o'qishni tavsiya qilaman. Shunaqa Alloh tanlab bergan farzandlarini tarbiyalashda, ularni tarbiyalashda emas, umuman olganda ularni sevishda, qanday qilib sevishni o'rgatishda bir qo'llanma bo'lishini xohlayman. Bilasizmi, boshqalarga o'xshamagan farzandini haqiqatdan ham sevish boshqa narsa. Bolamni yaxshi ko'raman, boricha qabul qilganman deyish bu boshqa narsa. Haqiqatdan boricha qabul qilib, xuddi Yusuf Sorani boricha Sora qanday bo'lsa shundayligicha sevaman degandek sevish bu boshqa narsa. Bu kitobni hamma bolalar o'qishni ham xohlagan bo'lardim. Maktab bolalari toki insonlar o'sha bolaligidan bilsinki, o'ziga o'xshamagan inson bu degani biror kamchiligi bor yoki undan qo'rqish yoki undan jirkanish yoki undan hazar qilish kerak degani emas. Ular ham Allohning suygan bandalari va Alloh ularni shu holicha yaratganini yoshligidan tushunib katta bo'lishlarini juda ham xohlagan bo'lardim. Nima uchun? Chunki bolalar yoshligidan shu narsani o'rganib katta bo'lishsinki, toki katta bo'lganda hozirgi ba'zi yosh katta insonlar kabi o'ziga o'xshamagan boshqacha bo'lgan insonlarni kamsitishmasin. Hozir ham ko'ramiz, har bitta videoni tagida o'sha videodagi insonni kamsitgan odamlar bor. Yoki qomati uchun, yoki biror kamchiligi uchun, yoki burni katta bo'lgani uchun, yoki labi boshqacha bo'lgani uchun, yoki ko'rinishi boshqacha bo'lgani uchun albatta kamsitgan inson bor. Balki yaqinlarim orasida xuddi Sora kabi qiz bo'lgani uchun juda ham yaqin olib, emotsional darajada yig'lab gapirayotgandirman. Bilmadim, balki kitob oxiri men istamagan ayriliq bilan tugagani uchun shu darajada emotsiyaga berilayotgandirman. Lekin qayta iltimos qilgan bo'lardim. O'zgacha farzandi bor, noyob farzandi bor ota-onalar ham ota, ham ona albatta o'qib chiqishlarini, shunchaki bu kitob ularga kuch-quvvat, nur, mayoq bo'lishlarini juda ham xohlagan bo'lardim.